Qalaysizlar? Qiyomat shortlarim, yaxshimisizlar? Chet sinf o'qiysizlar? Matematikadan zo'rlari bormi yo'qmi? Kelinglar men yonimga. Xo'p, zo'rsizlarmi? 6, 7, 8 dan zo'rsizlarmi, to'g'rimi? Matematikadan. Xo'p, savol sizlarga. Bir oylik o'qish 6 million so'm bitta maktabda, xususiy maktabda. Bir yilga necha pul bo'ladi birlik to'lovi? Nimaga 60 million bo'ladi? 72 million, malades. Endi tasavvur qilinglar. 4 yil davomida 72 milliondan to'lasa bitta ota-ona necha pul to'laydi? O'ylanglar. 288 million. O'rtacha 300 million, to'g'rimi? Endi qaranglar, 300 milliondan 12 ta bola o'qisa, necha pul bo'ladi? 300 milliondan 12 ta. Aha, 3 milliard 600 millionlik. Tushundingizmi? Endi men sizlarga zo'r yangiligim, buni dollarga aylantirsak qancha bo'ladi? 12 mingga bo'linglar. 3000 dollar. Yo'q. 3 million dollar. 3 milliard 600 millionni 12 mingga bo'linglar. Necha pul bo'ladi dollarda? 300 ming dollarmi? 300 ming dollarlik grant yutib olish xohlaysizlarmi? Unda hozir Rahimov School tomonidan matematika 5-8-sinflar orasida olimpiada tashkil qilinyapti. Pastda bot qoldiraman, o'sha bot orqali ro'yxatdan o'tib, olimpiadaga qatnashsalaringiz, agar birinchi 12 o'rinni olsalaringiz, maktab bitirgancha tekin yotoqxona ovqatlanish bilan ta'minlanasizlar. Shoshilamiz, ushbu videoni hamma matematikaga qiziqadigan qiyomat shortlariga jo'natib qo'yamiz.